Assalomu alaykum muhtaram jamaatul muslimin. Alloh taborak va taoloni muborak kunlaridan biri Juma Saidul ayyom bo'lgan Juma kunida yig'ilishib jam bo'lib Alloh taologa ibodat etmoqlik uchun, Alloh taologa duolar qilmoqlik uchun jam bo'lib turibmiz. Alloh taolo barchalarimizni qo'ygan qadamlarimizga hasanot savoblar va ikkinchi qo'ygan qadamlari biz bilib bilmasdan qilingan savru xato, kamchilik, nuqson, gunohlarimizga kafforat bo'lishligini Alloh nasib aylasin va bugunlik ibodatlarimizni, duolarimizni maqbul ibodat, maqbul duolardan bo'lishligini Alloh nasib aylasin deya bugunlik kun suhbatimizni boshlar ekanmiz. Bugun o'rganadigan mavzuimiz, ko'rib chiqadigan mavzuimiz Alloh taolo yomon ko'rgan sifatlar to'g'risida to'xtalib o'tishlikka harakat qilamiz. Dinimiz ta'limotida Alloh taoloning muhabbati eng ulug' ne'mat hisoblanadiki, banda uchun eng katta baxt Allohning roziligiga erishish bo'lsa, eng katta musibat u Allohning g'azabiga duchor bo'lishlik va uning muhabbatidan mahrum bo'lmoqlik hisoblanar ekan. Inson Alloh taolo yomon ko'radigan illatlardan chetlanib, ulardan butunlay uzoqlashmas ekan, shu bilan birgalikda Alloh taolo suyadigan go'zal sifatlarni o'zida mujassam qilmas ekan. Albatta Allohning muhabbatiga erishmoqlik bu ulkan bir fazilatli amallardan, insonni ikki dunyo saodatiga yetishtiruvchi amal hisoblanar ekan. Allohning muhabbati faqat gunohlardan tiyilib, o'zini isloh qilgan va yaxshilik yo'lida sobit qadam bo'lgan bandalarga nasib etadigan amalki, Qur'oni Karimda aynan mana shunday insonlar haqida Alloh ularni suymaydi degan mazmundagi oyat bor. Bugungi mavzuimizda Alloh taolo yomon ko'radigan sifat egalari haqida hol va qudrat so'z yuritib o'tamiz, o'rganishlikka harakat qilamiz va mana shu amallardan uzoqlashishlikka harakat qilamizki, chunki Alloh suymaydigan bandani qiladigan amallarini qilib qo'yadigan bo'lsak, biz ham Alloh suymaydigan bandalar safiga, qatoriga qo'shilib qolar ekanmiz. Shuning uchun ham bu amallarni juda yaxshi bilib, bu amallardan uzoqroq yuradigan bo'lsak, nur ustiga a'lo nur. Birinchisi, xiyonatchi bo'lgan kimsalar deb aytilyapti. Ya'ni xiyonat, ishonchni paymon qilish, omonatga vafo qilmaslik, berilgan va'da yoki mas'uliyatga zid bo'lgan ishlarni qilmoqlik. Oddiy qilib aytganda, kimdir sizga ishonsa-yu, siz ushbu ishonchni suiiste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu xiyonat hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karim Niso surasida marhamat qiladiki, albatta Alloh xiyonatchi va jinoyatchi bo'lgan kimsalarni suymaydi. Mana shu Alloh suymaydigan bandalar kimlar ekanligini, ularning amali nima ekanligini bilmoqlik istaydigan bo'lsak, birinchisi xiyonat qilmaslik lozim. O'sha yuqorida eslab o'tganimiz Alloh suymaydigan bandalarning eng birinchisi bu xiyonatkor kishilar ekan. Kimdir omonat bersa xiyonat qilsa, kimdir omonat so'z aytadigan bo'lsa, unga xiyonat qilib, uning so'zini tarqatadigan bo'lsa, kimnidir boshqa bir omonat ishini bilib, o'shani ortidan josuslik qilib, o'sha so'zlarni tarqatadigan bo'lsa, mana shunday bir xiyonatkor kishi bo'lar ekan. Albatta Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmaydi deb yana Anfal surasida ham marhamat qilindi. Xiyonat eng og'ir ma'naviy illatlardan biri hisoblanib, u ishonch, vafo, sadoqat kabi muqaddas tuyg'ularni paymon qiladigan amal.
xiyonat qilingan joyda munosabatlar albatta zaiflashadi, qalblarda esa chuqur bir yara iz qoladi. Xiyonat o'zi kim qiladi? Xiyonatni sizni bilgan kishi qiladi. Xiyonatni kim qiladi? Siz bilan yurgan qiladi. Begonaga xiyonat qilinmaydi yoki begona kelib xiyonat qilmaydi. Xiyonat yaqinlar o'rtasida bo'ladigan amal. Shuning uchun ham Alloh taolo bu amalni o'ta yomon ko'rishligini, mana shu amalni qilgan kishilarni ham Alloh taolo eng yomon ko'rgan bandalarini ichida birinchi navbatda, birinchi toifada turadigani xiyonat qilgan. Xiyonat bo'lgan joyda deydilar, inson qalbi sinishi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, insonni qalbini sindirmoqlik Ka'bani buzmoqlikdan ham yomon amal. Zero Ka'bani Alloh taoloning payg'ambari bo'lmuş İbrahim Halil qo'llari bilan qurgan bo'lsalar, inson qalbini Alloh taolo o'z qo'llari bilan qurgan, bino etgan, yaratgan. Mana shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir bandani qalbini og'ritmoqlik Ka'bani vayron qilmoqlikdan yomondir deganlar. Xiyonat aynan mana shu qalbni buzadigan, qalbni sindiradigan eng oliy amal. Ishongan kishisi yonidagi odamlari xiyonat qilsa, insonning qalbi mana shunday sinadi, yaralanadi. U yarani bitishi ham juda og'ir bo'ladi. Undan ko'ra qo'li kesilib ketadigan bo'lsa, tezroq bitadi. Undan ko'ra biron joyi kesilib yaralanadigan bo'lsa, tezroq bitadi. Lekin qalb yarasini bitishligi bu juda muammo bo'lgan amallardan hisoblanar ekan. Xiyonat mu'minning sifati emas. Xoinlik musulmon axloqiga aslo to'g'ri kelmaydi, balki bu munofiqlik amallari hamdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kimdaki 4 ta narsa bo'lsa, haqiqiy munofiq bo'ladi. Kimdaki ulardan bir xislat bo'lsa, o'shani ketkazmaguncha unda munofiqlikdan bir xislat bo'lib turadi. Ya'ni ular nimalar? Ular omonat qilsa xiyonat qiladi, so'zlasa, gapirsa yolg'on gapiradi, ahd qilsa, va'dalashsa buzadi, husumatlashib qoladigan bo'lsa fujur, nohaqlik, g'irromlik, tuhmat yo'liga o'tib oladi. Mana shu 4 amali bor insonda munofiqlik alomati borligini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Sheriklar haqqiga xiyonat buning eng yomon ko'rinishlaridan biri ekanki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qudsiy hadislarda Alloh taolodan rivoyat qilib aytadilar. Alloh taolo aytar ekan: men bir-biriga xiyonat qilmaydigan 2 sherikning 3-chisiman. Agar biri ikkinchisiga xiyonat qiladigan bo'lsa, ularning o'rtasidan chiqaman degan ekan. Ya'ni 2 do'st yoki 2-1 kishi sherik bo'ladigan bo'lsa, bir ishni sherikchilikda boshlaydigan bo'lsa, mana shunday bir halollik yo'lida boshlangan sherikchilikni o'rtasida, ya'ni 3-chisi menman deb Alloh taolo aytayapti. Alloh sherik bo'lgan ishda baraka bo'ladi, xayr bo'ladi. U joyda katta manfaat bo'ladi. Agarki o'sha sheriklardan bittasi bunisiga yo unisi bunisiga bir xiyonat qiladigan bo'lsa, men u joyni tark etaman deyapti Alloh taolo. Ya'ni u joydan Alloh ketdimi, baraka ham ketdi. Ana shu sherikchilikda keyin baraka bo'lmaydi. Bizda aytiladi-yu, shu bir sherikchilik ishini qilib qo'ydik, oxiri yaxshi bo'lmadi deyiladi. Nima uchun yaxshi bo'lmagan? O'sha yaxshi bo'lmaganligini sababi
o'sha sheriklarni bittasiga xiyonat qilgan. Albatta xiyonat bor bo'lgandan so'ng ana shu sherikchilik yaxshi bo'lmaydi. Uning oqibati bo'lmaydi. Oqibati yaxshi bo'lmas ekan. Chunki u joyni Alloh taborak va taolo tark etishligini biz sizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi qudusiyda marhamat qilib ta'lim bergan ekanlar. Va yana keyingi Alloh suymaydigan bandalar haddan oshuvchilar ekan. Dinimiz ta'limotida mo'tadillik g'oyasi asosiy bir o'rin tutadiki, unga amal qilish insoniyatni hech qachon zalolatga boshlamaydi. Bu borada Alloh taolo Baqara surasi 109-oyatida marhamat qiladiki, aytadi, ya'ni ey bandalar, haddan oshmangiz, zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi, ya'ni suymaydi. Mana Alloh suymaydigan bandalarni birma-bir sanab o'tyapmiz. Bu Alloh o'zi Qur'onda aytib o'tgan. Ey bandalar, mana bunday qilmang, bu ishni qilganni Alloh suymaydi. Ey bandalar, bu ishni qilmang, bu ishni qilganni Alloh yomon ko'radi. Ey bandalarim, ey odam bolalari, mana bu amalni qilmangki, bu amalni Alloh yoqtirmaydi deb Alloh mana shu o'zi yoqtirmaydigan, suymaydigan bandalarni birma-bir oyatlarda ta'limotini berib o'tgan. Dar haqiqat dinimiz bizni barcha narsada mo'tadil bo'lishga chaqiradiki, zero mo'tadillik bu haddan oshish yoki sustkashlikka yo'l qo'yish, qattiq olish yoki o'ta bo'sh qo'yib yuborish o'rtasida bo'lgan amal. Mazkur muvozanatni saqlagan kishi to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Bu xususda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi sharifda Rasulimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, haddan tashqari chuqur ketuvchilar halok bo'ladilar dedilar. Har bir ishda haddan, hattoki dinda bo'lsa ham haddan tashqari chuqur ketmoqlik insonni halokatga uchrashligini, insonning ruhiyati u narsani ko'tara olmasligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim berib o'tganlar. Va keyingisi kibrli va maqtanchoq kishilarni Alloh suymasligi, buzg'unchi kishilarni Alloh taborak va taolo suymasligi va shular orasida isrof qiluvchilarni Alloh taolo suymasligini oyatlarda ko'rishligimiz mumkin. Va bir necha shunga o'xshash zolim bo'lgan kishilar, isrofgar bo'lgan kishilar, xoin bo'lgan kishilar, mana shunaqa odamlarni ichida buzg'unchilik qilib, xoinlik qilib yoki isrofgarchiliklarga yo'l qo'yib yuradigan bo'lsa, Alloh taolo u bandalarni suymasligini ma'lum qilgan. Oyatlarda birma-bir aytib sanab o'tgan. Shuning uchun ham bu narsalardan uzoq bo'ladigan bo'lsak, o'zimizni ehtiyot qilgan bo'lar ekanmiz, ikki dunyo saodati yo'lida yurgan bo'lar ekanmiz. Ba'zilar aytishadiki, misol shu mana faloncha undaqa bir alomati bor yoki falon bunaqa bir ishlarni qilyapti, Alloh suygan banda ekanda. Yomon ishni qilayotgan kishini moli dunyosi borligi uchun Alloh suygan banda ekanmi degan so'z aytiladi. Bu o'ta noto'g'ri bo'lgan amal. Allohni suygani biz sizga bergan moli dunyosi bilan emas. Allohni suygani tan jonimizni sog' qilib qo'ygani bilan emas. Yoki Alloh yomon ko'rdi degani bu bandani kambag'al qilib qo'ydi degani bu Alloh yomon ko'rdi degani emas. Bir bemor, dardmand, nochor, nogiron qilib qo'ygani bu Allohning la'natiga duchor bo'lgani emas. Bu ham bir sinov. Yoki agar Alloh suygan bo'ladigan bo'lsa, mol-u dunyoni suyganiga, yaxshi ko'rgan bandasiga beradigan bo'lsa, Alloh taolo Fir'avnga mol-u dunyo bermasdi. Bugun kofir, mushrik bo'lib, ateist bo'lib, Allohni tan olmaydigan qavmlar qanchadan qancha diyorlar bor. U joyda biz sizdan 100 karra yaxshi yashayotganlar bor. Agar Alloh yaxshi ko'rganida mol-u dunyo beradigan bo'lsa, ularga bermagan bo'lar edi. Alloh taolo kimga qancha berishligini o'zi bilguvchi zot.
bu hayoti dunyoda qanchadan qancha bandalarini qanaqa bir holatlarda sinashligini o'zi bilguvchi zot ekanki, shuning uchun bunaqa bir xulosalarga bormoqlik nodurust amallardan. Zero Alloh taolo kimnidir boy qilib yaratdi, kimnidir kambag'al qilib yaratdi. O'sha boylik ham hattoki sinov. O'sha boylikdan tiyinigacha qiyomat kunida so'raladi. U boylikni ichida bevani haqqi, bechorani haqqi, yetimni haqqi bor. Ular qo'shnilarning haqqi bor. Ulardan birma-bir so'raladi. Yoki o'sha kambag'al qilib qo'yganligi ham sinov. Alloh taolo bandani qisib qo'yib bir narsadan uni shu hayoti dunyoga qani Allohga isyon qiladimi yo'qmiligini o'lchashlik, bilishlik uchun ham balkim kambag'allikni berib qo'ygan, balkim dard berib qo'ygan. Shuning uchun ham Alloh o'zi har bir narsani bilguvchi zot ekanki, biz usiz Allohning mezonini bilmaymiz. Shuning uchun faqatgina Alloh buyurgan yo'ldan, to'g'ri yo'ldan og'masdan Alloh taolo Qur'oni Karimda biz sizga qanday amallarni, qanday yo'llarni ko'rsatgan bo'lsa, mana shu yo'llarda yurmoqligimiz biz sizni ikki saodatga, ikki dunyo saodatiga yetkazadigan amal hisoblanadi. Va mana shu biz ta'limotini olgan Alloh taborak va taolo yomon ko'radigan amallar nima ekanligini oz bo'lsa-da, kamini bo'lsa-da bilib oldik, asosiylarini bilib oldik. Mana shulardan uzoq bo'ladigan bo'lsak, albatta yuqorida aytganimizdek ikki dunyo saodatiga erishgan bo'lar ekanmiz.